Sohibqiron Amir Temurning qulog'iga kim azon aytgan, unga Temur deb kim ism bergan va Sohibqiron tavalludining Yupiter va Mars sayyoralariga qanday aloqasi bor? Gap shundaki, Said Amir Kulol Sohibqiron Amir Temur ikki muborak yulduz Mushtari va Mirrix sayyoralari o'z burjida bir-biriga yaqin kelgan paytda tug'ilganini va bu oliy martaba kuch-qudratdan dalolat berishini aytadi. Munajjimlar yaxshi biladilarki, Mushtari ya'ni Yupiter baxt saodat, Mirrix ya'ni Mars esa kuch-qudrat manbai Erur. Ma'lumki, Tangri taolo o'g'loninga baxt saodat, kuch-qudrat ato etmish. Qodiri egam aytib turlar, biz ushbu ulug' ne'matni faqat o'zimiz tanlagan kishilargagina ato eturmiz, degan ekan Said Amir Kulol Temurning otasi Amir Tarag'ayga. Shundan keyin Amir Kulol chaqaloqning qulog'iga azon aytib, unga Temur deb ism qo'yadi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra 1370-yilda vafot etgan Said Amir Kulolning valiylik darajasi juda yuksak bo'lgan. Ko'plab shogirdlarni yetishtirgan Said Amir Kulolning shogirdlari orasida eng mashhuri tabiiyki Bahouddin Naqshband hisoblanadi.